Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərdən qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzda sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Türkiye Köçmenler İdarəsi qaytırış qararı çıxarılğan Uyğurlar haqqında bəyanat elan qıldı. İstanbul 16 ve 18. Mamuri Sot məhkəmələrinin Türkiye'de yaşayatqan Erkin Abduvali ve Mahmud İnayet isimli iki Uyğurni Xitayga qaytırış haqqında qarar çıxarğanlığı haqqında xəbər tarqalıb, küçülük qo'zg'olg'i qo'zg'agandan keyin Türkiye Köçmenler İdarəsi bu haqda bəyanat elan qildi. Bayanatda bir qism axborot organlari va ijtimoiy taratquv hisoblarida tarqalgan sud mahkamasining iki Uyg'urni Xitoyga qaytirish qarori chiqarganligiga munosabatli xabarning haqiqatga uyg'un emasligi bildirilgan. Bayonotda yana 6458 nomerli chet elliklar va xalqaro himoya qonunining chegaradan qo'g'lab chiqarish cheklamasi mavzusi ostidagi 4-moddasining chet elliklar haqidagi xizmatlarda astoydillik bilan ijro qilinganligi, buningga asosan hech kimning qiyin qistoqqa uchrash xavfiga uchraydigan va irqiy, diniy, ma'lum ijtimoiy guruhga tavalligi yoki siyosiy fikrlari sababli hayotiy yoki erkinligi tahdidga uchraydigan bir yerga avatilmaydiganligi bildirilgan. Bayonotning oxirida tilga ilingan shaxslarni Xitoyga qaytirish qarori chiqqanligi haqidagi bayonlarning reallikka butunlay uyg'un emasligi, bugunga qadar hech bir Uyg'urning Xitoyga avatilmaganligi, Mahmud Inoyatning o'z talabiga asosan oilasi yashayotgan bir g'arb davlatiga o'z ixtiyori bilan ketganligi, Erkin Abduvali haqida nazorat qarorining 2023-yili amaldan qoldirilganligi qayd qilingan. Amerika Uyg'urlarni Xitoyga qaytirishga yetishlik amaldorlarga viza cheklamasi qo'ydi. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio 14-mart Tailandni o'z ichiga olgan davlatlarning Uyg'urlarni va boshqa millatlarni Xitoyga majburiy qaytirishda javobgarligi bor hukumat amaldorlariga viza cheklamasi qo'yish haqida qaror e'lon qildi. Bu haqdagi bayonotda ko'rsatilishicha, bu cheklama yaqinda 40 Uyg'urni Xitoyga qaytirgan Tailand bilan cheklanmaydigan bo'lib, balki Uyg'urlarni va boshqa millatlarni Xitoyga majburiy qaytirishda javobgarligi bo'lgan hozirgi va sobiq chet el hukumat amaldorlariga qaratilgan. Bu Amerika hukumatining Uyg'urlarni Xitoyga qaytirishda mas'uliyati bor chet el hukumat amaldorlarini tunji qatim javobgarlikka tortib, ularga viza cheklamasi qo'yishi hisoblangan. Marco Rubio'ning 14-mart e'lon qilgan yozma bayonotida, bugun men yangi viza cheklamasi siyosatini e'lon qilaman. Bu cheklama Uyg'urlarni yoki Xitoydan qo'g'dinishga ehtiyojli bo'lgan boshqa millatlarni majburiy qaytirishda mas'uliyati bo'lgan yoki sherik bo'lgan hozirgi va sobiq chet el hukumat amaldorlariga qaratilgan. Biz Xitoyning hukumatlarga besim ishiltib, Uyg'urlarni yoki boshqa millatlarni Xitoyga qaytirish urinishlariga qarshi qat'iy kurash qilamiz. Bu kishilar Xitoyda qiyin qistoq va majburiy yo'qotib etilishga uchramoqda, deyilgan. Marco Rubio bayonotida cheklama qarorining darhol ijro qilinadiganligini bildirib, men 27 fevral 40 Uyg'urning Tailanddan majburiy qaytirilishida mas'uliyati bor yoki sherik bo'lgan hozirgi va sobiq Tailand hukumat amaldorlariga viza cheklamasi qo'yish orqali bu siyosatni darhol ijro qilaman, degan. Bayonotda yana biz Xitoyning uzundan beri Uyg'urlarga qarshi ijro qilayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlari sababli dunyodagi har qaysi hukumatlarni Uyg'ur va boshqa millatlarni Xitoyga majburiy qaytirmaslikka chaqiramiz, deyilgan. Tailand hukumati 27 fevral Tailandda tutib turilayotgan 40 Uyg'urni majburiy Xitoyga qaytirgandan keyin Marco Rubio yozma bayonot e'lon qilib, Tailand hukumatining harakatini qattiq iboralar bilan ayblab, Tailand uzun muddatlik ittifoqdoshimiz bo'lish sifati bilan bu harakatidan qattiq cho'chidi, degan edi. Ayni vaqtda Tailand davlat mudofaa ministri Vichayachai 40 Uyg'urni Xitoyga qaytirish qarorini Tailand tashqi ishlar ministri, adliya ministri va o'zining birlikda chiqarganligini bildirgan edi. Yevropa parlamenti Tailandning Uyg'urlarni Xitoyga qaytirishini aybladi. Yevropa parlamenti 13-mart Tailand hukumatining Uyg'urlarni Xitoyga qaytirib berganligini ayiblaydigan qarorni ma'qullagan. Parlament a'zolari yana Yevropa ittifoqi komitetini erkin savdo kelishimi suhbatidan foydalanib, Tailandning podshohga haqorat qilish qonunini isloh qilish, siyosiy mahbuslarni qo'yib berish va qolgan Uyg'urlarni qaytirishni to'xtatish uchun besim ishlatishga chaqirgan. Qaror loyihasida bu yil 27 fevral Tailand hukumatining xalqaro qonunini buzib, 40 Uyg'ur musofirni Xitoyga qaytirib berganligi
qaytarılgan Uyg'urlarning Xitoyda xohlagancha tutqun qilinish, qiyin qistoqqa elinish va ig'ir insoniy huquq tafsandachiligiga uchrash xavfiga duch keladiganligi, boshqa bexatar davlatlar bu Uyg'ur musofirlarni qabul qilishni taklif qilgan bo'lsa-mu, biroq Tailand hukumatining takliflarini rad qilganligi qayd qilingan. Qaror loyihasida yana mazkur Uyg'urlar qaytarilishidan ilgari Tailand ko'chmanlari markazlarida u yerdagi nachar sharoitlar sababidan oz deganda 5 Uyg'urning qazo qilganligi, Tailandning bu qatim 40 Uyg'urni Xitoyga o'tkazib berish qilmishining xalqaro fuqarolar va siyosiy huquqlar kelishimidagi majburiyatlariga xilof ekanligi bildirilgan. Xitoyning atalmish Islom dini jamiyatining belgisini almashtirishi diqqat qo'zg'adi. Xitoy rejimi islom dini va musulmonlarga qarshi ijro qilayotgan terror siyosatini davomli kuchaytirayotgan bo'lib, yaqinda atalmish Xitoy islom dini jamiyatining belgisini o'zgartirishi diqqat qo'zg'adi. Hong Kong taratqullarining 10 mart xabar qilishicha, Xitoyning oldingi kunlarda oxirlashgan 2 yig'in mazgilida Xitoy islom dini jamiyatining undidor ommaviy supisining belgisi o'zgartirib etilgan. Atalmish Xitoy islom dini jamiyatining ilgirki belgisi yashil ranglik masjidning rasmi qo'yilgan bo'lib, qaramoqqa diniy puruqi kuchli ekan. Yangi belgi bo'lsa ko'k rangga o'zgartirilgan bo'lib, diniy tus yo'qitilgan. Undan boshqa aslidagi inglizcha xatlar elib tashlanib, faqat xitoycha xatlar qoldirib qo'yilgan. Xabar qilinishicha, Xitoy dinni xitoychalashtirish terror siyosatini kuchab ijro qilishga boshlagan bo'lib, xususan islom dinini xitoychalashtirish siyosatini eng muhim vazifa hisoblagan. Yaqinqi yillarda Xitoy halol hukumining kengaytirilishini to'sish, masjidlarning qurilish uslubidagi arablashish masalasiga qarshi bahonasi bilan diniy binokorliklarda xitoycha puroq aks ettirishni talab qilgan bo'lib, chekilmay qolgan masjidlarning qubballarini, munorlarini xitoycha uslubga o'zgartirishga majburlagan. Atalmish Xitoy musulmonlari jurnalining bir maqolasida 2020 yili 6-oyda Xitoy islom dini jamiyatining islom dini sohasi, akademik soha va arab tili sohasidagi danglik mutaxassis va olimlardan bir guruhni tashkillaganligi, mazkur guruhga Qur'oni Karimni Xitoy Kompartiyasining ideologiyasiga moslashtirgan holda tarjima qilish va sharhlash xizmatini boshlaganligi, 4 yildan ortiq vaqt sarf qilib muhim natijaga erishganligi, Qur'oni Karim tanlanmalari va oddiy sharhlarning 2024-yili 9-oyda Saudi nashriyoti tomonidan rasmiy nashr qilinganligi qayd qilingan. Xitoy islom dini jamiyati bultur 10-oyda Qur'oni Karim tanlanmalari va oddiy sharhlar xitoycha nusxani nashr qilish muzokara yig'ini o'tkazgan. Yig'inda mazkur kitob Xitoyning islom dinini xitoychalashtirish siyosatining muhim natijasi deb da'vo qilingan. Mazkur yig'inda yana islom dini xodimlarini tarbiyalashni kuchaytirish, mazkur kitobning mazmunini o'rgatish, islom dini maktablarida bekitilgan darslik qilish kerakligi o'tirg'i qo'yilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Ningxia qatorliq ba'zi joylarda burun nashr qilingan Qur'oni Karim tarjimalari yig'ib olingan bo'lib, buning bilan birga mazmun va sharhlari burmalangan oddiy sharhlar tarqitilgan. Ma'lum bo'lishicha, bultur 12-oyda Yunnan o'lkasi Yushi nahiyasi Dachang masjidining imomi Ma Chungguang va uning o'g'li Ma Yuwei koni nusxadagi Qur'oni Karim tarjimasini dars qilganligi uchun qonunsiz diniy ta'lim berish jinoyati bilan ayblanib, soqchilar tomonidan elib ketilgan. Xitoyning bu qilmishi nurg'unlagan musulmonlarning norozilik bildirishiga sabab bo'lgan. Xitoy amaldori Tayvanga yana tahdid soldi. Xitoyning yuqori darajalik amaldori Tayvan mustaqilligi va chet el kuchlariga qarshi turish qonunini mukammallashtirish kerakligini da'vo qildi. Janubiy Xitoy sahar pochtasining 14-mart xabar qilishicha, Xitoyning yuqori darajalik amaldori Zhao Liji Beijingda o'tkazilgan Xitoyning bo'lgunchilikka qarshi turish qonunining 20 yilligini xotirlash yig'inida Tayvan mustaqilligiga qarshi qonuniy tadbirlarni kuchaytirishning zarurligini ta'kidlagan. U Xitoyning Tayvan bo'lgunchiligi va chet el mudohalasiga qat'iy qarshi turishi kerakligini, shundaqla mustaqillikni qo'llaydigan kuchlarni jazolash uchun qonuniy sistemani kuchaytirishi kerakligini da'vo qilgan. Xabarda bildirilishicha, mazkur yig'in Tayvan prezidenti Lai Chingda vazifaga o'ltirgandan keyingi Xitoyning tunji qatimliq aloqador yig'ini bo'lib, Xitoyning Tayvanni qo'shib olish niyatini namoyon qilgan. Bu yig'inga tashqi ishlar ministri Wang Yi va harbiy amaldorlarni o'z ichiga olgan yuqori darajalik amaldorlar qatnashgan. Amerika Tayvanning o'zini qo'g'dishi kerakligini o'tirg'a qo'ygan bir ahvolda, mazkur yig'in Xitoy amaldorlarining Tayvan masalasiga yuqori darajada diqqat qilayotganligini ko'rsatdi ekan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.